o'zini jinsiy aloqani oldin ukol qilmaydi, buni ko'tarib отрицательный pompa bilan uni ishirib rezinka qo'yib yaqinlik qila olmaydi. Bu неудобно, har safar buni qilish kerak. Bu как будто mashina yurmasa, siz mashina teshilib qolganda siz anaqa bilan nasos bilan uni kachat qilib, ya'ni yuryapsiz, yana tushib qo'yaveryapti. Yurasiz, u постоянно emas. Shuning uchun uni yamash kerak. Mana shu gapga javoban aytamizki, hozirga kelib 2025-yilda Европейская ассоциация урологов va androloglar va Amerikanskiy assotsiatsiya urologlar aytadiki, shu 3 ta liniya terapiyani qilish shart emas. Agar bemor o'zi xohlasa, 3-liniya terapiyani sразу implant qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, urolog, vrach-ultiskoy diagnostika Erkinjon Yo'ldashev. Hurmatli obunachilar, hamma vaqt men aytaman, men xirurg, urologman deyman, lekin shunga qaramasdan men bemorlarni konservativ ham davolayman, dorilar bilan va bugungi bizni video lavhamiz fallopratizm yoki implantatsiya yoki knopkalik jinsiy olatni boshqarishlik haqidagi bo'lgan videolar juda ko'payib ketgan. Shu haqda bo'ladi. Mana shu haqda sizlarga ochiqcha haqiqatni tajribamdan kelib chiqib va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan, ya'ni isbotlangan meditsinaga asoslangan holatda gapirishga qaror qildim. Chunki hozirgi vaqtda shu haqda juda ko'p videolar chiqqan, trend bo'lgan, kimdir qarshi, kimdir qilmang deydi, kimdir qiling deydi va kimga bu narsa ko'rsatilgan, kimlarga bu narsa qilinadi va kimlarga qilinmaydi. Shu haqda bugungi bizni video lavhamiz. Shu video lavhani oxirigacha ko'rsangiz, siz o'zingizda bilib olishingiz mumkin, bu narsa kerakmi, kerak emasmi. Hurmatli obunachilar, tarmoqda har xil videolar bor. Bir xil videolar shu immuniy fallopratizmlik haqida. Keling, shuni oldindan gapirishdan oldin o'zi nima fallopratizm, nima olib keladi? Ya'ni implantatsiya, shu penil implantni qanday qo'yishlik va bu qaysi bemorlarga ko'rsatilgan haqida gapirsak. Birinchidan bilib qo'ying, что umuman penilni implantni hammaga ham qo'yish haqiqatda ham to'g'ri kelmaydi. Lekin u narsani o'ziga yarasha rekomendatsiyalari bor. Birinchidan mana biz aytdikki, erektin disfunksiya. Shu narsaga olib keluvchi narsa bu jinsiy zaiflik. Oldin buni impotensiya deyar edi, impotensiyaning og'ir turi. Va hozir internetda ko'p tarqalgan videolar knopka bilan boshqariladi, har xil filmlar qilib qilishyapti. Bu albatta o'sha haqidagi bo'lgan ma'lumotni ko'paytiradi va bunaqa videolarni ko'rsam, men albatta agar bu naushin tarafdan, fan tarafdan to'g'ri aytilgan bo'lsa, tibbiyot tarafdan men xursand bo'lamanki, ya'ni mana shu to'g'ri meditsinaga targ'ibot beryapti. Hamkasblarimdan xursand bo'laman, shu narsalarni tushunyapti, odamlarga tushuntiryapti. Ya'ni bu haqda nafaqat men va boshqalar ham gapiryapti. Demak, bu haqiqatga to'g'riroq va yaqinroq. Lekin shunday ichimizda shunday hamkasblarimiz borki, ular xirurgiya bilan umuman shug'ullanmaydi. Qilgan ishi faqat teoretически. Misol, ular faqat dori bilan davolashni yaxshi ko'radi, lekin ko'p holatlarda dori yordam bermaydi. Va biz ham dori bilan davolaymiz albatta. Xirurg bo'lishimizga qaramasdan harakat qilamiz, постоянно birinchi dori bilan davolashlik. Mana shu fallopratizmga kimga ko'rsatma bor? Birinchisi, ya'ni oldin Европейская ассоциация urologov, ya'ni va Amerikanskiy assotsiatsiya urologlar, ya'ni shu Amerikadagi, Yevropadagi urologlar aytar ediki, 3 ta liniya terapiya bor erektin disfunksiya. Birinchi liniya terapiya bu inhibitor fosfodiesteraz 5 tipi, ya'ni bu Viagra, sildenafil, tadalafil, udinafil, boshqa dorilar. Agar bular yordam bermasa, ikkinchi bu o'sha pompa bilan отрицательный давление bilan chiqarib olib, o'sha jinsiy olatni katta qilib olib, tagiga nima qo'yiladi, rezina bilan ushlab turiladi, qonni jinsiy aloqa qiladi va yoki bo'lmasam spetsialniy o'sha jinsiy olatga ukol qilish, ya'ni prostaglandin E1 degan nima bor, o'sha ukol qilinadi va ukol har safar o'sha jinsiy aloqadan oldin qilinadi. Ikkinchi liniya terapiya juda qiyin, ko'plar qilmaydi. Va uchinchisi bu, agar bo'lmasa o'sha implant qo'yiladi, knopkalik yoki bez knopkalik, одна komponent yoki 3 komponentni, buni biz albatta qo'yamiz. Mana shu 3 ta liniya terapiyasi bor va tajribamda men mana shu bilan ishlayman. Ya'ni asosan bemorlarda mana shu 3 ta liniya terapiya bilan o'tkazish kerak. Birinchisi dori, ikkinchisi agar bo'lmasa ham ukol, agar ukol yordam bermasa fallopratizm. Lekin birinchisida ko'plar qanday o'sha dori yordam bermadi, hech kim o'zini jinsiy aloqani oldin ukol qilmaydi, buni ko'tarib отрицательный pompa bilan uni ishirib rezinka qo'yib yaqinlik qila olmaydi. Bu неудобно, har safar buni qilish kerak. Bu как будто mashina yurmasa, siz mashina teshilib qolganda, siz anaqa bilan nasos bilan uni kachat qilib, ya'ni yuryapsiz, yana tushib qo'yaveryapti. Yurasiz, u постоянно emas. Shuning uchun uni yamash kerak.
Ya'ni o'sha joyni yamashlik uchun albatta penili implant qo'yiladi. Va bir kishi tam chiqib o'sha teoretik u o'zi operatsiya qilmaydi. Doktor aytibdiki, mana biz hozir PRP terapiya qilyapmiz, shu bilan yordam beryapti. Mana shu gapga javoban aytamizki, hozirga kelib 2025-yilda Европейская ассоциация urologov va androloglar va Amerikanskiy assotsiatsiya urologlar aytadiki, shu 3 ta liniya terapiyani qilish shart emas. Agar bemor o'zi xohlasa, 3-liniya terapiyani sразу implant qo'yishingiz mumkin. Chunki holatlar bo'ladi. Bemorlar 10 yillab davomida shu operatsiyani qilmasdan ukol qilib, bir narsalar qilib yuradiki, 10 yildan keyin bu operatsiyani qilgandan keyin aytadi, men yurgan ekanman, shu operatsiyani qilmasdan. Mana hayot boshqacha ekan. Mana men endi jinsiy aloqani любой время qila olaman, любой время yaqinlik qila olaman. Va любой время tam xohlagan vaqtda dori ham ichish kerak emas, o'ylash ham kerak emas. Ya'ni shu narsa bor ekan-ku, haqiqat mana bu yerda ekan deb afsuslanadi. Va bu albatta bemorda afsuslanishga olib keladi. Buni o'sha 10 yil oldin shunga inobatga olib, Yevropaliklar ham, Amerikanskiy assotsiatsiya ham aytayaptiki, agar bemor o'zini xohishi bilan aytsaki, men buni 3-liniyasini qo'yaman, implant knopkali yoki bez knopkali desa, hech qanaqa muammo yo'q, sразу qo'ysa bo'ladi. Buning uchun hech kim so'ralmaydi doktor ham. Shuning uchun bu narsani qilgan. Bu birinchi muammo. Lekin biz tajribamizda bu narsaga 3-liniyaga olib kelishlik uchun bemorda hech qachon o'zini xohishida bo'lsa ham biz bemorda qilmaymiz. Men o'zim tajribamda baribir o'sha eski metodika bilan qilaman. Chunki ya'ni birinchi dorilar yordam bermasa, ukolni ko'plar qilmaydi. O'shandagina keyin majbur bo'lganimda men operatsiya qilaman. Lekin hamma bor metodikalarni men bemorga tushuntiraman. Shunaqa metodika bor. Mana xohlasang bu yoki bunday qilamiz. Ko'plar dorini tanlaydi va dori bilan chiqib keladi. Lekin dorini o'ziga yarasha побочный ziyon taraflari bor. Nojo'ya taraflari, bosh og'riydi, burun qiziydi, ko'zdan yosh chiqadi ertalab. Ya'ni bu narsa bo'lmasligi uchun albatta bir xil implantatsiya qiladi. Va nima demoqchiman? PRP terapiyalar, ya'ni o'sha o'zini qonni olib qo'yishliklar va tam misol udarno-volновой terapiya ham birga qilish. Albatta bu rekomendatsiyaga hozir kirdi, lekin bu juda ham yengil bo'lgan erektilniy disfunksiyada, impotensiyaning eng yengil turida yordam beradi. O'shanda ham o'zi emas, boshqa dorilar bilan birga qo'shib. Shuning uchun meni oldimga kelgan mana qarshilik bemor, hamma misol og'ir tur bilan yoki o'rta tur bilan kelgansa, mingta PRP terapiya ham qiling, yordam bermaydi. Mana hozir men sizlarga, menga o'sha O'zbekistonda ko'p boraman, O'zbekistonda bilaman, shunaqa kim o'sha bilgan narsasini bemorga tavsiya beradi. Ya'ni hech kim aytmaydi, men mana shu operatsiyani qila olmayman, davay boshqa mana bu doktor Yo'ldashev yoki boshqa doktorga borgin, shular qila oladi demaydi. Nimaga desa, chunki u o'shandan pul olish kerak, haligi pul shayton deganlaridek, o'sha PRP trening qilib ko'radi. Qani menda zo'r sarmasa. Mana shu bugungi bemorimizdan xuddi shularda. Men ko'p implantatsiya qilganligim uchun shuna narsalarni ko'rganman va ko'rib ham aytamanki, ya'ni og'ir turida ham o'zicha mana kelgan bir ayol kishi bor, bilmayman, uni ismini ham aytgim yo'q, o'zini urolog oladi, jinsiy holatniki mayda ekan deydi, kirgan bemorga bir narsalarni aldab bemorlarni nima qiladi. O'sha ham bizning bemorimiz xuddi shunga borganda aytganki, yarim yil bo'ldi uylanganimga, turmayapti, umuman jinsiy holat. Dorilar ham ichib ko'rdim. Hamma senga PRP terapiya qilaman deb har bir protsedurasiga necha million so'mdan ham pul olganda, 6 marta qilgandan keyin aytgan, 2 martadan keyin senga garantiya beramiz deb aytgan va PRP terapiya bunga yordam bermagan. Va bemor natijada 1 yil bizni kutdi va ya'ni biz kelgandan keyin biz aytdikki, bizda sen unaqa dorilar ichmasdan dozirovkasini ko'taramiz. Dozirovkasini ko'tardik va albatta u ham yordam bermadi. O'sha bemorga bo'lgan. Mana shu bemorga PRP qilib ko'ring, nima kerak yolg'on gapirib. Ya'ni shuni birdaniga implantatsiya qilish kerak edi. Oradan 1 yil yo'qotdi va 1 yildan keyin xotini bilan qo'shildi. Albatta bu yaxshilik bilan tugadi. Biz bu bemorga implant qo'ydik va shu bemorda onasidan kelgan rahmatnomani sizlarga qo'yib bermoqchiman. Ya'ni bu yerda albatta bemor juda xursand, mana qo'shildi deb aytdi va mana shu nimani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Demak, bu yerda aytayaptiki, mana rahmat, yaxshisiz deyapti, yaxshimiz va mana shu video lavhada qo'yaman shu onaxonni rahmatnomalarini, ya'ni implantatsiyani shu bemorga 1 yil oldin qo'ysa yaxshi bo'lardi. O'rtada tam kelin ham yaxshi sabrli ekan, tam 1,5-2 yil davomida kutdi bu narsani. Assalomu alaykum. Yaxshi doktorjon, zo'r. Kelinim ham xursand, o'zim ham, dadasi ham, hammamiz xursand. Doim duodamiz, umrimiz oxirigacha duo qilamiz. Xudo bergan umrgacha sizni. Ilohim shunday bandalarga Xudo sababchi qilgan bo'lsin sizni. Alloh shifo bersin. Alloh avvalambor Alloh aytganizga o'xshab sizni sababchi qilib Alloh bergan bilimlar bilan davoladi.
inshaalloh Alloh panohida bo'ling. Undan ham ziyoda bo'lsin bilimlaringiz, undan ham ziyoda martabalarga erishing ilohim. Bolalaringizni huzur halovatini ko'rib yuring doim. Nasib bo'lsa yozsangiz qachon kelishingizda boramiz yana sizga. Yangiliklar bilan nasib bo'lsa sarpolar bilan boraylik ilohim. Mayli, sog' bo'ling. Yozib turamiz. Mayli, yaxshi dam olinglar, yaxshi ishlaringizga omad, muvaffaqiyatli bo'lsin ishlaringiz. Doim Xudo panohida bo'lib yuringlar. Sog' bo'ling, mayli, yaxshi qolinglar. Ya'ni oldindan bu narsa bo'lgan, bizni 1 yil kutdi va aytmoqchimanki, umuman odam obyektivniy bo'lishi kerak. Ya'ni любой narsada xolis bo'lishi kerak. Agar odam bir narsani qila olmasa, aytish kerakki, shu narsani men qila olmayman, boring deb va o'sha maqtagan bemorlar doktorlardan bizga juda ko'p keladi. Ular o'zlari operatsiyani bilishmaydi, ko'p operatsiyani va oxirigacha harakat qiladi bemorda o'sha pulini olishlikka va bu fakt. Bu narsani men gapirishim kerak. Kimgadir yoqadi, kimgadir tegib ketadi. Tegib ketsa ham men haqda bemorlarim uchun gapiraman. Ya'ni o'sha narsa noto'g'ri narsa. Bu ya'ni bemorda oxirigacha agar biladi shu narsa yordam bermasligini, lekin qo'yib yuborgisi kelmaydi boshqa doktorga, chunki o'sha operatsiyani o'zi qila olmaydi. O'zini agorodini maqtaydi. Hech qachon bir joyda pomidor ekkan odam bodoringni maqtab o'tirmaydi. Men bodoring zo'r bo'lyapti. Yo'q, pomidor zo'r bo'lyapti deydi. Menda pomidor ekkanman chunki. Dehqon ham xuddi shunday, ya'ni dehqon aytadi, men pomidor zo'r bo'lyapti deydi. Bodoringni maqtamaydi. Doktorlar ham xuddi shunday, ya'ni hech qachon o'zini metodikasini yomon demaydi, lekin buni deyish uchun katta odamga jur'at kerak va ixlos, ya'ni ixlosmand bo'lish kerak, xolis bo'lish kerak va men o'ylaymanki, menda ham agar muammo bo'lsa, men xursand bo'laman, menga chiqib aytsaki, mana shunaqa muammongiz bor deb. Lekin biz harakat qilamiz, hech qachon bemorni olib kelib operatsion stulga yotqizmaymiz. Implantatsiya bilan qiladigan bo'lsak, oldin buni harakat qilib ko'ramiz. Dorilar bilan yordam, PRP ham yordam bermasa, keyin qilamiz. Lekin PRP hech qachon yengil turida, ya'ni eng yengilda yordam berishi mumkin. O'rta turida, og'ir turida hech qachon yordam bermaydi. Ovora bo'lib puls ketganingiz qoladi. O'shaning o'rniga lutchi bitta implant qo'yib, doimiy ravishda jins aloqa qilganingizga yetmaydi. Shuning uchun hurmatli obunachilar, bu falloprotezирование haqida bugungi video lavhamiz shu edi. Ya'ni sizda agar muammo bo'lsa, falloprotezирование albatta qo'yganingizdan keyin siz uni ta'mini bilasiz va uni haqiqatligini bilasiz va siz bilasizki, oldin 5 yildan 10 yillab qiynalib jins aloqa qila olmay yurganingizdan eslaysizda, aytasiz, nimaga shu attang, nimaga shu narsani qo'ymagan ekanman deysiz. Albatta agar unga ko'rsatma bo'lsa, lekin ko'rsatma bo'lmasa ham, agar buni siz xohlasangiz, aytsangizki, men bu dorini ichmayman, men bu dori bilan yaqinlik qilmayman desangiz ham, albatta buni qo'ysa hech qanaqa bu protivzakonniy emas va bu albatta o'sha rekomendatsiya guidelinesga to'g'ri keladi. Hurmatli obunachilar, sizlardan esa diplomli vracholog androlog Erkinjon Yo'ldashev edi. O'zlaringni do'stlaring bilan mana shu videolarni do'stlashib qo'yinglar. Kimda jins holati turishi qiyin bo'layotgan bo'lsa, mana shu narsani albatta agarda xohish bilan qilsa bo'ladi. Biz esa Moskvada, Toshkentda bu operatsiyalarni qilamiz. AMS kompaniyasi, Pramidon, ya'ni BTZSI, любой kompaniyanikini qo'yamiz va uni endi sizni cho'nchagingizga bog'liq. Ya'ni u ham albatta bepul emas. Bu dunyo manfaat va sabab ustiga qurilgan. Ya'ni hammada manfaat bo'lishi kerak va sabab bo'lishi kerak va sababini to'g'ri qiling, salomat bo'ling. Jungle.